ortada radiye ve sakında kuladık. Radiye bämi doğru beşinde. Yani bu hadisin ki ahiri ma 1776. hadisi diyordu. Etti aş mücahit ve semi'anna istinane Ayşe ummul müminin. Biz müminlerin anası Ayşe radıyallahu anh'ın ki vücudunun içinde kişinin misvak sıravatkan avazını anlap kalmaktaydı. Şu Hazreti Ayşe vücudu bakken dep bilip dur. Degan faqala Urva. Hazreti Ayşe'ninki avazını algan ekan Urva dediki ya umma, ya ummul müminin. Ey ana, ey müminlerin anası. Yani bu Hazreti Urva'nınki hamlı soru demdi. Ayşe radıyallahu anh'a. Şuna ey ana dep çakırıp ey müminlerin anası. Ela tesma'ine ma yekulu Ebu Abdurrahman. Siz Ebu Abdurrahman'ın yine İbn Ömer'ninki etkan sözünü anladınız mı desem etti Hazreti Ayşe ma yekulu o ne dedi degen idi. Kale etti Urve. O Hazreti İbn Ömer mundaq deydi. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 qatim ömür qilgan 4 qatimning birisi Recep edi bo'lgan edi deb shuni aytadi desem etti Hazreti Ayşe radhiyallohu anha Allah Teala Ebu Abdurrahman'a rahmet kılsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qandaliki bir ömür qilsa u Hazreti İbn Ömer şu Resulullah bilan birga edi. Ve huve şahiduhu degan. Şu İbn Ömer Peygamber aleyhisselamga şahit olup birga ömür qilgan edi. Hergizmi Peygamber aleyhisselam u Recep edi ömür qilgan emas deb javob beribdi. Xata tushunchanim to'g'rilab berdi. Belki Hazreti İbn Ömer unutib qolgan bo'lishi mumkin yoki boshqa bir sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu Peygamber alayhisolamni Recep oyida umr qilgan bir qatimda degan chog'da Hazreti Oyisha onamiz yo'q undaq emas. Peygamber alayhisolam Recep oyida umr qilgan 4 qatim qilgan umrning hadisini Haj oylarida qilgan ekan Peygamberimiz. Haj oylarida qilgan ekan. Haj oylarida qilgan bo'lgandan keyin haj qilishdan ilgari Peygamber aleyhisselam ömür kılganiga ma'na chiqdi bundan. Ama oxirgi qayda shu haj qilishni ilgari ömür qilgan. U aniq. Ya'ni kelib Peygamber aleyhisselamniki qilgan ömrisining soni 4 ekanligi chiqdi bu hadisdan. 7-ci hadis. Bizga Abu Asim so'zlab berdiki, bizga Ibn Jurayj xabar berib dediki, "Menga Ata Urva ibn Zubayrdan uning mundaq deganligini xabar berdiki, men Oysha radhiyallohu anhadan so'rasam u mundaq dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep oyida umr qilmagan edi. Endi bizga Hasan ibn Hasan so'zlab berdiki, bizga Hammom Qatadadan rivoyat qilib so'zlab berdiki, men Anas radhiyallohu anhudan shundoq so'radim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qancha qatim umr qilgan deb so'rasam, Hazreti Anas Peygamber aleyhisselam 4 qatim umr qilgan dedi. Bu 4 qatim umrning birisi Hudaybiya umrisidir. Buni Zulqa'dayda qilgan. Yani müşriklar Peygamber aleyhisselamni Mekke'ga kelishdan to'sgan vaqtda shu joyda qilgan. Endi Mekke'ga kelishdan to'sgan boshqa Peygamber aleyhisselam sahobalari bilan umrga ihrom bog'lab kelgan. Lekin Hudaybiya kelgan vaqtda müşriklar to'silib kelishni chekladi Mekke'ga. Şundan aşağıda Peygamber aleyhisselam ihromdan chiqib qaytib ketganimni. Şunun bir ömrga hesab bo'lgan. Ömrga hesab bo'ldi ekan. İkinci qatimlik umre umratun min al-amil muqbil fi Zilqa'da haythu salahahum. Kelar yilisi yana Zulqa'dayda qilgan umre. Peygamber aleyhisselam müşriklar bilan sulhlashgan chog'da. Yana bir qatim umre qaysi desa Ja'ranadan ihrom bog'lab kelib qilgan umre. Yani Hunayn g'azotidagi g'animatni taqsim qilgan chog'da Ja'ranadan ihrom bog'lab kelib qilgan umre mushu 2 umre bo'ldi. Qultu men Peygamber aleyhisselam qancha qatim haj qilgan deb so'rasam, Hazreti Anas bir qatim haj qilgan deb javob berdi. Hadislarda Peygamber aleyhisselamniki 3 qatim umr qilganligi zikr qilingan ekan, lekin qancha qatim haj qilgan desa bir qatim haj qilgan dedi. Shu haj qilgan vaqtda shu umr qilib bo'lib, undan keyin haj qilgan boshqa shu
4-cü qıtımlıq ömrü həcnin kiçiyi kirib tutdu. Endi 1779 hadis. Mana Abul Valid Hisham ibn Abdul Malik so'zlab berdiki, bizga Hammam Qatadadan uning mundoq deganligini so'zlab berdiki, men Anas radhiyallohu anhudan so'rasam, u mundoq dedi. Ya'tamara Nabiy sallallohu alayhi vasallam haythu radduhu. Payg'ambar alayhissalom umr qildi. Qaysi vaqtda desam, mushriklar payg'ambar alayhissalomni Makka kelishdan to'sqa vaqtda. Va minal kelinse yine Hudeybiye'den ihram alıp gelip ömrü kıldı. 21 kıtımlık ömrünü Zulqa'da eydi kıldı. 21 kıtımlık ömrüsü hec kılgan çağda şu hec bilen birler kılgan ömrüsü şu deydi. Degenken. Yani 1780 bizge hutbe sözlep verdi ki, bizge Hammam sözlep verdi ki, Vakale etti Hammam. Ya'temere erba'a Ömer'in. Peygamber aleyhisselam 4 kıtım ömrü kılgan. Zulqa'da eydi. Fakatla hec bilen kılgan ömrüsü bunun sırtıda. Hec bilen hec qilgan yilnisi qilgan ömrini shu Zulhajja oyida hec faoliyatiga 4 kun qolgan chog'da Makkaga yetib kelgan bo'lg'achqa shu chog'da Zulhajja oyining 4-kuni deydi-endi. 4-kuni umr qildimdi. Shu haj qilgan umri, hajdan ilgari qilgan umrisi shu Zulhajja oyida bo'lgan, uning boshqa umri qilgan umrlarining hammasi Zulqa'da oyida bo'lganiga shak kelmaydi. Ammo hadisning mazmuni shu hozir. Bu 3 kıtımlık ömrüsü qaysi ömürlerle dese, biri Hudeybiye'nin ihram bağlayıp gelip kalan ömrü, Hudeybiye ömrüsü. Hudeybiye'nin. Yeni biri keler kendisi kılgan ömrü, yeni biri Cirane'den ihram bağlayıp gelip kalan ömrü. Yine Hunayn gazisindeki ganimetlerini taksim kılan çağda. Yeni bir kıtımlık ömrü, hacı bilen belli kılgan ömrüsü şu degeni. Hem de 1781. hadis. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. Bizge Ahmed ibn Osman sözlep berdiki, bizge Şurayh ibn Mesleme sözlep berdiki, bizge İbrahim ibn Yusuf dadısıdın, Abu İshaq'tan onun mundaq deganligini sözlep berdiki, men Mesruq, Ata ve Mujahid qatarlıq olimlardan sorgan edim, ular mundaq dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haj qilishdan ilgari Zulqa'da oyida umr qilgan edi. وقال dedik o'yina men Bara ibn Azib radhiyallohu anhuning mundaq deganligini anglagan edim. Ma qalani qayli Abu Ishaq hozir. Abu Ishaq tabiin olimlardan anglagan so'zni zikr qilib, hamda sahobadan anglagan so'zni deb turibdi. Men Bara ibn Azib radhiyallohu anhuning mundaq deganligini anglagan edim deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haj qilishdan ilgari Zulqa'da edi 2 qitim umr qilgan edi degan ekan. Endi 2 qitim umrni Zulqa'da edi qilgan deyishi, birinchi qitimlik umrini Hudaybiyaga kelgan chog'da mushriklar to'silib kirgani qo'ymay qaytarayotgan bo'lg'achqa, uni hisob qilmay, keyingi ikkisini hisob qilgan bo'lishi mumkin edi. Endi 4-cü bab. Babu umratin fi Ramazan. Ramazan oyida umra qilish haqida. Bizga Musaddat so'zlab berdiki, bizga Yahya ibn Juraydin uni Atodan uni mundaq deganligini so'zlab berdiki, men Ibn Abbas radhiyallohu anhudan bizga xabar berib mundaq deyotganligini anglagan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansarlardan bo'lgan bir ayolga mundaq dedi. Sammah ibn Abbas fanasitu ismaha. Buni Ibn Abbas radhiyallohu anhuma ismini deb bergan edi, men uning ismini unutib qolibman dedi. Bu Hazrat Ata'nın gapini. Ma mana'aki an tahji ma'ana. Peygamber aleyhisselam
Şu haj faoliyatini tugitib bo'lib, haj qilib bo'lib, Madina Munavvar qaytgandan keyin bo'lgan ahvol kelmadi. Bo'lsa, shu bir ayolninki hajga birga bormaganligini ko'rib, sizni biz bilan birga haj qilishdan nima to'sib qo'ydi? Nima to'sib bo'ldi deb so'ragan edi. U ayol bunday javob berdi. Bizningki bir to'yimiz bor edi. U to'ygini falonning dadasi va uning o'g'li meni haj ketib qoldi demoqchi endi. Ya'ni o'zining eri bilan o'g'lini demoqchi ekan. Va taraka nadihan nandahu alayhi. Endi yin bir to'ygimiz bor edi. U to'yga bo'lsa biz uningda suv to'shiymiz. Suv to'shib ishlatdik. Meniki mendan ayrim to'ygan bo'lmag'achqa men hajga birga boramay qoldim deb o'sha javob beribdi. Degandan keyin aytdi payg'ambar alayhissalom: "فإذا كان رمضان يعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة." Bunda olsa siz haj qilmagan bo'lsangiz, Ramazon oyi kelgan vaqtda Ramazon oyida umr qiling. Chunki Ramazon oyida qilgan umra hajga barobar bo'ladi. Shunday dedi. Endi siz haj qilmagan bo'lgandan keyin Ramazon umr qilsangiz, shu Ramazon qilgan umringiz sizning gardindagi farz hajni sabit qilib o'tadi degan gap emas bu. Balki savobi o'xshash bo'ladi. Haj qilgan o'xshash savob bo'ldi. Ramazon umr qilsangiz demoqchi edi. Hargizmi ma'no xato shuni qilsa olmaydi. Ramazon umr qilsa, gardindagi farz sabit bo'lib ketadigan degan ma'no emas bu. Aw nahvun mimma qala. Yoki shuni o'xshash so'zni aytdi. Endi 5-chi bob. Babul umrati laylatul hasbati va g'ayriha. Hasb kechisi va uning boshqa kechilarda umr qilish haqida. Hasb kechisi degan shu haj faoliyatini tugatib, Zulhijjaning 13-kuni Minodan qaytgan kechandi. Osh kechida umr qilsa bo'lamdi degan masalani. Umr qilsa albatta durust bo'ladi. Umrini bir yilning ichida qanday vaqtda qilsa durust bo'ladi ekan. Faqatla haj qilgan odam haj faoliyati qilayotgan jarayonda umr qilish shaklida. Endi u haj faoliyati qilib turib hargiz umr qilolmaydi. Faqat Hanifiy mazhabda haj faoliyati haj qilmagan odam bo'lsa-mu, shu Arafat kunisi, Zulhijjaning 10-kuni va tashrif kunlarida umr qilish u odamga nisbatan makruh bo'ldi deb qaraydi ekan. Haj qilmagan odam bo'lsa-mu, kunlarda umr qilish u odamga nisbatan makruh deb qaraydi ekan. Lekin boshqa olimlarning qarashida boshqa mazhabda unda qilmas ekan. Durust bo'ldi ekan. Haj qilmagan odamga nisbatan durust bo'laverdi demoqchi. Qanday vaqt bo'lsa. Endi 1783-hadis. Bizga Muhammad ibn Salom so'zlab berdiki, bizga Abu Muaviya xabar berdiki, bizga Hisham dadasidan u Oysha radhiyallohu anhadan uning mundoq deganligini so'zlab bergan. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Zulhijja oyi kirgan oz qolgan chog'da Madina Munavvarga yo'lga chiqdik demoqchi. Rasululloh bizga mundoq dedi: "Men ahabba minkum an yuhinna bil hajji falyuhinna." Kimiki haj qilishga tarbiya etishni yaxshi ko'rsa, shuning tarbiya etsin. Kimiki umr qilishga tarbiya etishni yaxshi ko'rsa, shu umr qilishga tarbiya etsin. Falawla anni ahtaytu la ahlaltu bi umrah. Agar men qurbonlik malni haydab mamlagan bo'lsam, umr qilishga tarbiya etgan bo'lardim deb shunday dedi. Etti Hazrat Oysha: "Faminna man ahalla bi umrah va minna man ahalla bi hajj." Bizning ichimizda umr qilishga tarbiya etganlar bo'ldi va bizning ichimizda yana haj qilishga tarbiya etib boshlaganlar bo'ldi. Men bo'lsam umr qilishga tarbiya etganlarning qatoridan edim. Fa azallani yawm arafa va ana haid. Arafat kunisi. Ana haj faoliyatiga chiqadigan shu kuni men haj ko'rib qoldim dedi. Bu ahvolni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilsam, payg'ambar alayhisalom dediki: "Urfidi umratak." Siz umringizni amaldan qoldirib o'ting, kechingizni chuvib o'ting va kechingizni yuttarib ashta qiling. Va ahilli bil haj.
va hajga talbiya ayting deb shundoq dedi. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن. Yani Mina'dan qaytılgan keçisi bo'lganda Payg'ambar alayhisalom men bilan birga qarindoshim Abdurahmonni Tanimga avatdi. Men o'shadan qilinmay qolgan umrimning o'rniga umr qilishga talbiya aytib keldim. Shunga ehrom bog'lab keldim demoqchi. Demak shu asbi keçisi Mina'dan qaytgan keçilarda umr qism durust bo'ladi demoqchi. Endi 6-bob babu umratit tan'im. Tan'imdan ehrom bog'lab kelib umr qilish haqida. Bizga Ali ibn Abdullah so'zlab berdiki, bizga Sufyan Amirdan so'zlab berdiki, u Amir ibn Avsning bundoq deganligini anglagan. Haqiqatan Abdurrahman ibn Abu Bakr radhiyallohu anhuma u Amir ibn Avsga xabar berdiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u Abdurrahman ibn Abu Bakrni hemşiresi Aşa radhiyallohu anhani tövgesiga mindirib, Tanimga joyga olib, o'shadan ehrom bog'lab kirib umr qilishga buyurgan edi. Etti Sufyan bir qitim, yine hadisni rivoyat qilgan ravilarning ichki Sufyan bir qitim sami'tu Amran deb aytgan edi deydi. Kim sami'tuhu min Amrin? Men uningki sami'tuhu Amrin deganligini nurg'un qitim olgan edim. Sami'tuhu min Amrin deb ashara rivoyat qilganligini jaqqa olgan edim demoqchi. Bunda 1785 hadis. Bizga Muhammad ibn al-Musanna so'zlab berdiki, bizga Abdul Wahhab ibn Abdullah Majid Habib al-Muallimdan u atadan rivoyat qilib so'zlab berdiki, menga Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma bundoq so'zlab bergan. Haqiqatan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam talbiya etdi va Rasulullohning sahobalarimi haj qilishga ashta talbiya etmadi. Va laysa ma ahadin minhum hadiyun. Endi shu chog'da Payg'ambar alayhisalom va Talha radhiyallohu anhudan boshqa hech bir kishida qurbonlik mol yo'q edi. Ali radhiyallohu anhu bo'lsa Yamandan yetib keldi haj qilishga va undan bilan qurbonlik mol bor edi. Dediki, Hazrat Ali men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarbiya etgan narsaga tarbiya etdim. Rasululloh qanday haj qilishga niyat qilib tarbiya etib kelgan bo'lsa, men shunga tarbiya etdim, shunga niyat qildim demoqchi ekan. Halbuki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ruxsat qildi sahobalari uchun an yaj'aluha umratan. Shu tarbiyani, shu ehromni umr qilib o'tishga buyurdi dedi. Shu niyat qilib kelgan shu nimasini ehromni umr qilib o'tib, umridan chiqib bo'lgandan keyin haj faoliyati boshlangan chog'da qaytadan ehrom bog'lab hajga chiqmadi deb o'yladi demoqchi. Yatufu bil bayt. Ular Baytullohni tavob qilib, undan keyin chachlarini qisqartdi va umrdan ehromdan chiqib ketdi. İlla men ma'ahul hadi. Ama qurbonlik molni bil olib kelganlar ehromdan chiqmadi. Dedik ular nantaniqu ila mina va zakaru ahadina yaqturu. Biz hamda birimizning zakirdan aşı meni iqtirayotgan holatda minaga mang'amizmi deb shunday deyishgan chog'da bu ahvol Payg'ambar alayhisalomga yetgan edi. Payg'ambar alayhisalom mundoq dedi. Nabiy taqbaltu min amri. Agar men burun qilgan ishimni endi qilgan bo'lgan, endi qilishga to'g'ri kelgan bo'lsa, albatta men qurbonlik molni billa etganmagan bo'lardim. Men qilgan ishni qilib qopman. Endi hozir yangidan ehrom bog'laydigan ish bo'lib qolsa, men cho'qim qurbonlik molni etganmay, sizlarga o'xshash işte haj tamattu qilgan bo'lardim deb aytishadi. Sahabelerni shu hajji qiron, yine hajji tamattu qilishga buyurgan bo'lgandan keyin ular umr qilib ehromdan chiqib, ba'zanlari ayollarga yaqin kelgan ahvollar bo'lgan. Unda bo'lgandan keyin biz endi shunday ahvollarni qilib turib, ayollarimizni yaqin kelgan turuqliq mushu haj oylarida hajga az qolgan chog'da. Bu holatda endi Minaga maqsa qanday bo'ladi deb o'zlaridan xuruj sergandek boshqa gaplarni qilgan ekan. Qankin Payg'ambar alayhisalom
sizlar hargiz g'am qilmanglar deb o'zininki ahvolini so'zlab bergan. Mana agar hozir qilish to'g'ri kelgan bo'lsa bu ishni sizlarga o'xshash hech qilgan bo'lardim deb javob beribdi. ولولا أن معي الهدي لأحللته. Agar ben qurbanlıqmanni birga ib kelmagan bo'lsam, ihramdan chiqib ketgan bo'lardim. Endi Hazreti Oysha roziyallohu anha haj kirib qoldi. U haj faoliyatining hammasini to'liq ado qildi. Biroq tavof qilmadi. Umrining tavofini qilmay qoldi deb eshitgan. Qala etdiki, falamma tahurat va tawafat. Bu Hazreti Oysha hayzni boshlanib tavof qilib bo'lgan chog'da dediki, ya Rasululloh. Tavofni ifodani qilib bo'lgan chog'da ekan. Ey Allohning payg'ambari, sizlarning hammangizlar umr qilib, haj qilib, ikki faoliyatni hammasini qilib ma'lum bo'ldinglar. Men bo'lsam, haj qilib, umr qilmay, faqat haj qilib qaytgan bo'ldim desam, payg'ambar alayhisalom Abdurrahman ibn Abu Bakrni buyurib, bu hemşiresi Ayşe'ni Tanimga ib berishga buyurdi. Shuning bilan bu Hazreti Ayşe onamiz Tanimga berib, Ayşada haj qilib bo'lgandan keyingi chog'da Zulhijja oyining ichida Ayşadan ihrom bog'lab kelib umr qildi deydi. Va anna Suraqa ibn Malik ibn Joshum. Suraqa ibn Malik ibn Joshum Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga uchrashib qoldi va huwa bil aqaba va huwa yarmiha. Halbuki Payg'ambar alayhisalom Aqabada Jamratul Aqabada shayton tashlayotgan holatda uchrashib qoldi deydi. Uchrashib qoldi etdi Suraqa. Bu ey Allohning payg'ambari, sizlarga xos hukmmi deb shunday deganda Payg'ambar alayhisalom yo'q bunday emas. Bu toki abadgacha qiyomat qoyim bo'lguncha mushtaq hukm deb javob bergan. Yana haj faoliyatlari majburiyatini mushtaq qilish bizga xos hukmmi yoki butun ummatga qiyomat qoyim bo'lguncha om hukmmi deb so'rab degan gapkan. Desa Payg'ambar alayhisalom toki abadgacha mushtaq om hukm deb javob bergan. Yoki Aleyküm hadihi xosatan ya Rasulullah deganda nimani maqsad qilgan desa, hajni umrga o'zgartirish. Ya'ni hajga ihrom bog'lab kelib, umra qilib o'tib, umrga o'zgartirib, umr qilib ihromdan chiqib, ya'ni haj faoliyati boshlangan chog'da yana qaytadan ihrom bog'lab hajga chiqish. Mushu hukm demek ekan. Mushu hukm sizlarga xosmi yoki qiyomat qoyim bo'lguncha kuchga bo'lgan hukm bor desa, toki qiyomat qoyim bo'lguncha kuchga ega bo'lgan hukm deb javob bergan payg'ambarimiz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله تعالى ما يعلم